Ko'ramiz hozir ijtimoiy tarmoqda blogerlardan tortib, trenerlardan tortib, psixologiyadan tortib hammada motivatsiya berilyapti. Lekin bu xuddi mashinani benziniga o'xshataman, lekin har doim bu tugab qoladi va tugayotganligi uchun yana e'tibor kuchayadi, lekin ko'p holatda buni amaliyotini ko'rmayman. Ya'niki kimdir zo'r motivatsiya berar, zo'r gapirar, voy yaxshi gap gapirdi deyiladi-ku, eshitilyapti-ku, bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketadi degan holat bo'lyapti, uni amali kam bo'lyapti. Amalini oshirish uchun nimalar qilishimiz kerak, nimalar qo'yish kerak, o'zingiz tajribangizdan bu fikrni ulashsangiz-u, bizning yoshlarimizga foydali bo'lsa. Qarang, Umid aka, o'zi motivatsiya aslida hammaga kerak. Lekin motivatsiya shunday narsaki, siz qandaydir bir tushgan holatga tushganingizda yoki o'zingizga ishonmagan paytingizda kimdandir motivatsiya olsiz, ruhiyatingiz ko'tariladi. Keyin sal muddat o'tgandan keyin yana tushasiz. Nima uchun? Siz mana bu yerda qolishingiz uchun bitta narsa, faqat ilm. Faqat ilmgina sizni o'sha ko'tarilgan joyingizda ushlab qoladi. Agar siz ilmingiz yo'q, faqat motivatsiyaga ishonib ketyapsiz. Bugun eshitasiz, bunisini, ertaga unisini eshitasiz, motivatsiya olasiz. Endi buni eshitasiz, motivatsiya olasiz. Bo'ldi, bu sizga hech narsa bermaydi. Qisqa muddatli holat. Lekin bu davomli bo'lishi uchun ilm kerak. Ilm bu sekin yonadi, lekin uzoq yonadi. Oxirigacha yonadi. Motivatsiya tez yonadi. Olovi baland bo'ladi, lekin yana tez so'nadi. Shuning uchun motivatsiya kerak, lekin uni ushlab qolish uchun va bunga davomiy muhtoj bo'lmaslik uchun ilm kerak. Ilmsiz ayol, umuman ilmsiz inson nima deydi, hassasini yo'qotib qo'ygan odam deb hisoblayman-da. Ayniqsa hozir mana juda ham ayollarning ilm olishiga hozir ancha e'tibor qaratildi. Ayollar ancha ilmga intilishyapti, lekin kitob o'qish kam. Qancha